Hurmatli akalar, chorva ishqibozlari, 2 bosh yana bola sigirimiz. Haqiqiy dehqonning hovlisidan dehqonning mollari. Hop boqaman degan akalarimiz baraka topadi. Haqiqiy dalada yurgan nima bo'ladi? To'da poda degan narsa bo'ladi bizlarda. Endi shaharliklar tushunmasligi mumkin. Podada yurgan mollar hammasi. Shuning uchun ham endi ozg'in. Lekin yeb ichalarda hech qanaqangi muammosi yo'q. Mana hozirgina daladan keldi. Qorinlarga e'tibor berasizlar. Qorinlarga yaxshilab e'tibor berasiz uni. Qorinlar to'q turibdi. Hozirgina daladan keldi. Bunisi ham xuddi shunaqangi. Endi sutiga garantiya yo'q, chunki sababi yem yemaydi bu mollar. Xullas, narx-navosiga qisqacha o'tib qaytaveramiz. Yoshiga keladigan bo'lsa, ikkalasini ham 4-bolasi, oldidagi 4-bolasi ekan. Ikkalasini ham xuddi shunaqangi. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. 4-bollari. Bollari ikkalasi ham erkak. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaversa, narx-navosini qisqacha o'tib qaytaveramiz. Bo'ladigan narx-navosini aytib o'tamiz. Ikkalasi bir joyga bo'lsa 55 million so'm bo'lsa, baraka qilamiz deyapti. Dehqonni moli yana qaytardim. Tirikchilikda olib sotadigan odamniki emas. 55 million bo'lsa baraka bo'ladi. Ikkalasi bir joyga bo'lsa. Bollari erkak. Mana bunisiniki 3 oy, 3,5 atrofida, 3 oy, 3,5 oylik atrofida. Bunisiniki 2 oylik atrofida. Bemalol kelib, yana tepasiga ko'rib, tekshirib olishingiz mumkin. Lekin yemga boqadigan joydan kelgan juda ham ozg'in mollar, suyagi bor. Mana bunisi necha bo'ldi? Qo'shgan 1 oydan o'tdi. 2 oy bo'ldimi? 2 oy bo'ldi, lekin o'zimiz uni adashmasam videosigacha bo'lsa kerak. 2 oy bo'ldi qochdi. Greenford novoslardan qochuvdi, chunki o'zimizning novoslarimizdan qo'yib berdik. Bunisiga garantiya yo'q endi, aniq emas bunisi. Bunisi lekin podada yurgan deyapti, aniq emas. Bunisi lekin qochgan 2 oylik. 2 oylik emas, shu 1 oydan o'tdi-da, 1,5 oylik atrofida bo'ldi qochganiga. 55 million bo'lsa baraka bo'ladi. Ikkalasi bir joyga bo'lsa baraka. 55 million so'mga. Yana boshqa mollar ham bor, ulardan bir qator ko'rsatamiz. Xullas mana qolgan mollari ham. Bu bir marta tuqqan, bu nechta tuqqan? Bunisi 2 marta tuqqan. Hozir uchalasi ham bo'g'oz, xullas. Uchalasi ham bo'g'oz. Mana bu sigirni o'ziga 17 million so'm bo'lsa baraka qilamiz deyapti. Yirik sigir ozg'in emas. 17 million so'm bo'ladigan bo'lsa baraka bo'ladi. Oxirgi narx-navos deyishyapti, chunki bozorga boradigan bo'lsa 20 million deyishadi, oladigan 15 milliondan boshlaydi. Shuning uchun bo'ladigan narx-navosni aytaman, 17 million so'm bo'lsa baraka bo'ladi. Ma'bub bilan Ma'bub G'onoji ikkalasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa 28 million so'm bo'lsa baraka qilamiz deyapti. Bu tug'magan, narigi bir marta tuqqan. 28 million so'm ikkalasi bir joyga bo'lsa. Yana qaytarib o'taman, har xil gap so'zlar bo'lishi mumkin. Dehqonning moli olib sotadigan mollar emas, haqiqiy dala moli. 17 million so'm, ikkalasi 28,5 million so'm. Tashqaridagi ikkita molimiz 55 million so'm. Pul zarurat hisobida sotilyapti. Yaxshilikka. Haqiqiy dehqonning moli olib boqaman degan akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Mana haqiqiy dehqonning mollari. Qo'ylardan sotiladiganlar bormi yo'qmi? Yo'q, qo'ylardan sotiladigan yo'q, faqat mol sotiladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarga o'zimizning nomerimizni qo'yamiz: 99 490 3344. Aloqaga chiqaverasizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Dastavkalar alohida bo'ladi. Kelishtirib chiroyli qilib gaplashib beramiz. Ikkalasi 48 million so'm, 17 million so'm, 55 million so'm. Ikkita bolachasi bor erkak, ikkalasiniki ham. Mana buniki 1,5 oylik bo'g'oz. Bular ham xudo xolasa bo'g'oz, 1 oydan o'tgan bo'g'oz.